Ey do'stim, qaysi odamlar uchun yig'lab o'tiribsan? Yuzingga kulib, orqangdan pichoq urganlar uchunmi? Senga men bor degan, lekin eng kerakli paytingda yo'qolib qolganlar uchunmi? Sendan millionta yaxshilik ko'rib, bitta yomonlikni kechira olmaganlar uchunmi? Qo'lingdan ushab turish kerak bo'lganda itarib yuborganlar uchunmi? Seni baxtingga ko'z tikib, ichidan kuyganlar uchunmi? Senga qarab ilhom olish kerak bo'lganda ichida hasad olovini yoqqanlar uchunmi? Yaxshiligingni o'zini foydasiga ishlatib, keyin seni kerak emas varrodek yirtib tashlaganlar uchunmi? Shuni bilib turib qolasanmi? Qadringni bilmaganlar uchun o'zingni ado qilasanmi? O'zingni shunaqa arzon qilma. Seni bahoying ulardan balandroq. Qadringni bilmaganlar uchun yonishing o'zingga xiyonatdir.